Turkiya Madaniyat va turizm vazirligi Turkiyada Ramazon dasturini e'lon qilib, mamlakatga o'zbekistonlik va ozarbayjonlik ommaviy axborot vositalari xodimlarini taklif qildi. Ijodiy safar davomida jurnalistlar diqqatga sazovor joylar bilan tanishdilar. Ana shunday manzillardan biri Ayo Sofiya masjidi bo'ldi. Tafsilotlar xususida Dilbar Primova so'z yuritadi. Istanbulda mavjud 10 mingga yaqin masjidlar orasida o'zining noyob arxitekturasi bilan ajralib turuvchi majmua Aya Sofiya. Bir necha zilzila va yong'inlardan omon qolgan Aya Sofiya Vizantiyaning oltin davri ramzi. 532-537 yillarda qurilgan bo'lib, u o'zining ulug'vorligi, kattaligi, me'morchiligi va funksionalligi bilan san'at olamida ham muhim o'rin tutadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu jarayonda 10 mingdan ortiq odam ter to'kkan. 1985-yildan buyon esa u Istanbulning tarixiy markazida boshqa yodgorliklar qatori UNESCOning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Turkiyada Ramazon dasturi doirasida ushbu yurtda bo'lib turgan jurnalist va blogerlardan iborat guruhning navbatdagi manzili ham mazkur tarixiy me'morchilik durdonalaridan biriga bo'ldi. Uni o'z ko'zi bilan ko'rish istagida bo'lgan tashrif buyuruvchilar uchun ob-havo sharoiti yoxud tashqi ta'sirlarning ahamiyati yo'qligiga guvoh bo'ldik. Hozirda masjidni tomosha qilish istagidagilar uning orqa tarafidan kirib, aylanma yo'ldan ko'tarilib, masjidning eng yuqori qavatiga chiqishlari mumkin. Ibodat qilmoqchi bo'lganlar esa masjid old tarafidan kirishadi. Majmuaning yana bir o'ziga xos jihat haqida sizga so'ylasak, bu uning muzeyi bo'lib, unda masjidning 1700 yillik tarixini sanoqli daqiqalarda o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin. Yuqori qavatda keng ko'lamli audio-vizual dastur mavjud. 3-qavat Rim davrini, 2-qavat esa Usmonli davrini qamrab oladi. Tashrif buyuruvchilar 13 ta hudud bo'ylab sayohatga otiladilar. Ko'p tilli garnituralar yordamida masjid tarixini o'z tilimizda tinglash imkoniyati mavjud. Shuningdek, unda tarixning o'ziga xos tarzda ilg'or texnologiyalar, interaktiv displeylar va immersiv audio hikoyalardan foydalangan holda yonlanishiga guvoh bo'lamiz. Bu esa o'tmishni yanada yaxshiroq anglashga, uni his qilishga, tasavvurni kengaytirishga undaydi. Har bir kishi uchun noyob tajribani taqdim etadi. Turkiyaning mana shunday diqqatga sazovor manzillari soni juda ko'p. Biz esa sizga ular haqida keyingi dasturlarimizda ham xabar qilamiz.